Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlarmi? Bugun sizlar bilan biz sumkamning ichidan nima chiqadi degan video olamiz. To'g'risi aytaman, sumkamga umuman qaramayman ham. O'shalarga hech bola solganim yo'q. Hali ko'p odam videoni tushishdan avval solib tashlaydi-da. Shuning uchun mana birinchi biz eng katta joyidan boshlaymiz. Ya'ni o'rnatib olib navbatdagi kitob va yana bitta kitob biologiya va yana biologiya o'qib turgan kitobim, texnologiya, yana biologiya va bu adabiyot. Xo'p, yana ruchka. Yana ruchka. Kley. Bu tugadi shekilli. Endi bu yog'iga men bunaqa bermayman lekin. Haligi talqon. Bu qaranglar. Ko'rinmayaptimi? Bu chaqirman. Lekin men esimda yo'q, turpog'am. Yo bu turpog'am yoki talqon menimcha. Keyingisi bo'shagan salfetka. Full 5000 to'plab turdim menimcha. Qalam, mana kitobimda bunaqa belgi qo'ygan, qizil belgi qo'yib ketyapti. Shunga biling, soatim 2 kundan beri qidiryapman. Yana bitta soatimdan yo'q. Oh my god. Kalonkamizni pulda nima qilyapti? Ya astag'firulloh. Chiylanib sinib ketgan jazba. Ruchka yozmaydi shekilli. Qalam, ruchka. Qidirib yurdim, yaxshi. Buni men qidirib yurgandim. Bosh demakdir. Va oxirgisi bizda pen. Yana bor ekan. Buni chizmachilik narsalarni endi yuradi. Shunaqa gaplar. Tugadi. Endi buni o'zimdan qalamsozga chizib oldimda videoni ko'rib kelsangiz bo'ladi. Endi solib qo'yamiz. Oho. Juda bunaqa estetikaga qaraymiz. Soatimizni juda zo'r qilamiz. Ko'pincha men shunaqa qilib qo'yaman. Yo'qolib qoladi. Bu soatim taqiladi. Keyin bitta narsa qilmoqchidik. Keyingi videoda pul solgich yasaymiz. Pul solgich. Bu kitoblarga o'qishimiz juda galaqsa qiladi. Va pul tayyorlaymiz. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib keting, obuna bo'lib keting, sahifamga like, podpiska, колокольчик bosib ketishni unutmaysizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, пока.